o'rtasidagi bahsni ko'rdik. Unda Tojikiston g'alaba qozongandi. Hozir eronliklar hujumda ehtiyot bo'lish kerak o'yinchilarimiz. Yaxshi, qoida buzmasdan to'pni qaytardik, lekin raqib gol uryapti. Bu yerda himoyachilarimizni bir muddat o'sha ulgurmadi mana shu joyida Moshtaba Shamsiy kirib bordi, himoyachimiz qaytardi. Qaytgan to'pga birdaniga Abbos Rafiy zarba berdi. Mana shu joyda yomon o'ynamagan. Bu o'yinchimiz pasga aylanib ketishini kutmaydi. Rivojlantirish yo'lida qilinadigan ishlarni doim sarhisob qilib boradi. Hozir eronliklarda yana bir imkoniyat, ular birga-bir kirib borib ikkinchi golni urishyapti. Himoyamiz go'yoki hozir darvozamizga gol urdi. Moshtabi yo'q ekan, to'p yuqoridan yetkazib berildi. Deyarli birga-bir edi. Yomon bormadi. Bu yerda Mirjamol Anvarov jamoamiz sardori ulgurdi tezlikda. Mana shu yelka-melka harakatdan keyin to'pni tepib yubordi. O'ynagan ekan to'pga raqib. Penalti yo'q ekan do'stlar. Kim bor? Mixlaydigan va gol! Yigitlarimiz nihoyat hisobni qisqartirdi. Uzoq biz yigitlardan comeback kutib qolamiz. Burchak zarbasi a'lo darajada amalga oshirildi. Mana bu zarba darvoza tomon yo'llandi va yo'l-yo'lakay mana bu tarzda juda chiroyli tarzda to'pni darvozaga joylab qo'yyapti hujumchimiz. Mana e'tibor bering, juda ham ajoyib. Pas, zarba, gol! Hisob tenglashdi. Qoyil yigitlar bo'larkan-ku. Ojiz qoldirdi. E'tibor bering, mana bu yerda juda chiroyli tarzda himoyachi va darvozabon bir-birini tushunmay qoldi. E'tibor bering. Ma'rufov to'pni yetkazib beryapti. Suhrobga Sadirjonov esa to'pni darvozani burchakroq qismiga qarab ustunlikka ega bo'ldi. Bir zo'r bo'lardi. Yutsak raqib Eron juda yaxshi pas va gol! Bu g'alaba goli dublini hisobida oldinga chiqib olyapti. Golni ko'ramiz. Qarang. Pas, qarang. Darvozabon bilan himoyachini birga yotqizib to'pni darvozaga kiritib yuboryapti. Ravshanbekov. Mana ikki kishi bo'lib ham to'pni qaytarib qola olmadi. Bu yerda Laziz Abdurayevning alohida hakam mana zarba berish uchun ruxsat berdi. Otabekov gol ura olmadi, lekin gol urdi. Darvozabondan qaytgan to'pni u darvozaga tushirib, hisobni 4-2 ga yetkazdi. Chiqarib yuborganligini payqab yugurishda davom etdi va mana bu tarzda gol urdi. Hoppa, hech qanaqa qoida buzmadi. Hisobni 4-2 ga yetkazdi. 4-2. Birinchi o'yinda 5 ta gol urdik. Bugun endi yigitlar muxlislar